Yuzingizdagi ajinlardan qutulmoqchimisiz? Kuniga atigi 1-2 daqiqa ajratib, 3 tagina mashq bajarib, yuzingizdagi ajinlardan batamom xalos bo'lishingiz mumkin. Qanday deysizmi? Unda Reelsni oxirigacha ko'ring. Bizga eng sevimli yog'imiz bo'lgan semirli massaj yog'lari kerak bo'ladi. Yog'dan keragicha olamiz va yuzimizni kerakli joylariga surib olamiz. Yog'lab olgandan so'ng mana bunday qilib 20-25 daqiqa qaytarasiz. Keyingi mashqimiz ko'zimizni shunday ochib yopamiz 10-15 marta. Mashqimiz Yaponiya go'zallarining eng sevimli mashqlari. Mana buni faqat 3 marta qaytarasiz va natijani albatta ko'rasiz. Albatta sinab ko'ring. Yuzingiz sizga rahmat deydi.